Qadr kechasi 4 rakat namoz o'qiladi. Birinchi rakatda Fotiha surasidan keyin 3 marotaba Qadr surasi, Inna anzalnahu fi laylatil qadri. Ikkinchi rakatda Fotiha surasidan keyin 3 marotaba Ixlos surasi o'qiladi. Uchinchi, 4-chi rakatlar ham xuddi shu tarzda. Shularni aytganimizdan keyin va 100 marotaba Qadr surasini o'qishlik. 100 marotaba Qadr surasi o'qilgandan keyin hali aytganimizdan keyin 100 marotaba Alam nashrah surasi, Alam nashrah laka sadrak va o'qiladigan 100 marta Qadr duosi bor. Allohumma innaka afuvun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya'ni Alloh o'zing kechirguvchisan, kechirishni yaxshi ko'rasan. Meni ham gunohlarimni o'zing kechirgin degan mazmunda mana bu duolar o'qilish kerak ekan. Qadr kechasi qiladigan ibodatlarimiz mana shu.